Farzandiga Xolid ismini qo'ygan otalar va onalar, inshaalloh o'g'linglarni buyuk kelajak kutyapti. Tili mashhur sahoba Xolid ibn Validga o'g'lim o'xshasin deb mana shu ismni tanlagansizlar, to'g'rimi? Mana shu sahoba haqida qisqacha gapirib beraman. Tug'ilajak farzandiga, o'g'liga ism qidirayotganlar, bu ismni yaxshi ko'rib qolasizlar. Xolid roziyallohu anhu 100 ga yaqin jangda ishtirok etganlar va hech qaysi jangda mag'lub bo'lmaganlar, faqat g'alaba qozonganlar. O'ng qo'lda ham, chap qo'lda ham, ya'ni ikkala qo'lda ham bir xil jang qila olganlar. Otning ustida o'tirsalar, oyoqlari yerga tegib turar ekan. Otni ham qo'lda, ham oyoqda boshqarar ekanlar. Hamma jangda g'alaba qozonganlar, lekin jarohatlanmagan tanalari qolmagan ekan. Tana a'zolarida hamma joyiga qilich, nayza, kamon, xullas har qanaqa tig'li narsa tegan. Jangda ishtirok etish uchun sovut kiymaganlar. Jangda g'alaba qozonaman, vafot etaman, jannatga kiraman deb sovut kiymagan ekanlar. Lekin buni qarangki, jangda yaralanib yoki qilich zarbasidan emas, o'zlarini to'shaklarida vafot etganlar. Sovutsiz yursalar jangda hech kim ularni o'ldira olmaganmi deyishingiz mumkin. Ha, o'ldira olmagan. Chunki ularni Allohning qilichi degan nomlari bo'lgan. Allohning qilichini kim sindira oladi? Kim yiqita oladi? Kim pastga tushira oladi? Hech kim. Xolid ibn Valid jangda ham, ilmda ham, taqvoda ham, saxovatda ham, sadaqa berishda ham peshqadam bo'lgan ekanlar. Duo qilamiz, bizning Xolidlarimiz yurtiga naf keltiradigan, vataniga xizmat qiladigan, xuddi Xolid ibn Valid kabi qo'rqmas va yengilmas bo'lsin. Bu videoni Xolidi borlarga yuborib qo'ying.